Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanali qataluvchilari. Amansizlarmi? Hurmatli ko'ruvchilar, men hozir Is'hoq bo'layotgan ayol hukumatining Batken Qadamjoy O'sh trassasining bo'yidagi bir baqt ichida turaman. Bu yerda bir yaxshi bir inson, buni meni ortimda turgan motoblok hozirgi dehqonlarga o'ta kerak bo'lgan, eng zarur bo'lgan, men o'zimdagi foydalanib elda xizmatini qilayotgan motoblok teleshkasi shaymandar bilan kompleks satatgan. O'shani ustidan chiqib qoldilar, men reklama qilib sizlarga jariyalayin dedim. Kimga zarur bo'lsa, o'sha motoblokni sotib olsangizlar bo'ladi. Men hozir obzor qilib sizlarga ko'rsatib berayin. Bu motoblok Zubr, ati Zubr ekan. 7,5 yurishi yaxshi, men yurgizib ham ko'rsatay. Şu motoblok, buni agregati, teleshkasi, ichidagi buni ayday turganlari, sochniklari, dag'i qo'shimcha, yoki bunday temir diskasi dag'i komplekt qo'shimcha. Frezasi ham bor. Frezasi dag'i bor ekan. Yer aydaydigan frezasi dag'i bor. Şunun bardığını ekranda çıkıp turgan nomerlerge çalsаңыздар satatken, kimge zarıl bo'lsa tez aranın içinde satış kerak ekan, satılat qisqasi. Aravasi o'ta jengil, yaxshi, o'ziga moslashtirib joylashgan. Buni ikki yoqqa burilatirgani tormozlari bilan bor, jengil joylashgan. Go'ng tashishlari va udobreniya salashlari bardigi yaxshi. Tartış gücü yaxshi. Buni dönglerden şu jo'g'ori yoqda egizlarga chiqib tushib ishlayotgan uchiri. Shuni tez arada sotib olingizlar. Udarı ham kiritib qo'yaymi? Hozir. Darmi? Aprikedo. Buni o'darilatgan ko'rdingizlarmi? Bu buni Zubrda, bu Rossiya jo'si boshqa yoq chiqargan bo'lsa, buni Прицепной arava agregatini o'zimizning ataqli ustabız Ulanbek ustaning qo'lidan chiqqan. O'ta jengil, udobniy qilib jasalgan. Bunaqay o'shini sotiladi. Zubr. 7,5 mat kuchi, kuchliligi yaxshi. Buni shaymandari bilan, buni akishniklari bilan bardigi kompleks sotiladi ekan. Frezasi dag'i bor. Hozir bu yerda yerda ichida ekan, uni keyin ko'rsatamiz. Sotib olingizlar. Tez arada nomerlarga chalingizlar.